Ahmad Muhammad Tursun dunyoni tebratgan yetti buyuk. Mazkur kitobda dunyo tamadduniga ulkan hissa qo'shgan, islom olamida o'z hayoti va faoliyati bilan o'chmas iz qoldirgan Hasan Basriy, Umar ibn Abdulaziz, Abdulloh ibn Muborak, Abu Hamid G'azoliy, Salohiddin Ayyubiy, Amir Temur, Avrangzeb Olamgir kabi ulug'lar haqida so'z boradi. Ushbu kitobni o'qish davomida yuqorida tilga olingan shaxslarning hayot yo'llariga oid go'zal lavhalarga duch kelasiz. Insoniyat bu yorug' dunyoda faqat yeb-ichish, kiyinish, mol-dunyo topib, rohat-farog'atda yashash uchun kelmaydi. Odamzodning martabasi, zakovati, obro'si uni topgan boyligi-yu qayerda ishlashiga ham bog'liq emas. Inson zoti, shaxsiy kamolati, fikr va dunyoqarashining kengligi, bilimdonligi va axloqi bilan saralanadi. Shunday kishilar borki, ular o'z ustilarida ishlab, juda katta ilmni, ma'rifatni mustaqil qo'lga kiritishgan. Muhtaram kitobxon, keling, ushbu kitobni o'qib, yuqorida nomlari zikr etilgan, jahon tarixida o'chmas nom qoldirgan buyuklarning hayot yo'llari bilan tanishing, ulardan ibrat oling. Qo'limdagi ikkinchi ushbu kitob Jorj Samyuel Klissonni Mavlonbek eng boy odam. Bu kitobni har bir millioner o'qigan. Birinchi millionerni bo'lajak millionerlarga tavsiyalari. Ushbu kitobda har bir insonning shaxsiy farovonlikka qanday erishish kerakligi haqida bilib olasiz. Qashshoqlik nima? Nochor yashashning aybdori kim? Pulni topish juda qiyin. Uni bilib sarflash hammasidan qiyin. Qadimgi Bobil shahrida Arkad ismli badavlat odam o'tgan. U o'zining ulkan mol davlati bilan dong taratgan va boy bo'lish uchun xalqqa quyidagi usullarni tavsiya qilgan. 1. Hamyoningizni to'ldiring. 2. Xarajatlaringizni nazorat qiling. 3. Oltinlaringizni ko'paytirishga majburlang. 4. Jamg'armangizni talofatdan saqlang. 5. Jamg'armangizni uyingizga sarmoya qiling. 6. Kelajagingizni daromad bilan ta'minlang. 7. Pul topish imkoniyatlarini kengaytiring.